Dalan kurmaz mı? Assalomu alaykum. Harvon aka, yaxshimisiz? Horming, ishlar bilan. Siz cho'ponmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Charchamasdan hormang. Bu mollar kimniki? Cho'pon ota? Bu ana fermerniki bu. Kim u fermer? Ismi nima? To'lqin deydi. To'lqin aka? Fermermi? Nechta mol bor? 30 ta mol bor. Qo'ylar ham bormi? Qo'y ham bor. Qanchalar bor? Olmuştum. Qo'yimi? Bu yerlar kimga tegishli? Bu yer bizlarga qarashli. Kim siz? Sarı Umar bu. Sizga qarashlimi yo fermerga qarashlimi? Fermerga da. To'lqin akaga qarashli. U kishi chorvachilik fermerimi? Bilmayman, shu paxta ham bera, chorvasi ham bor. G'allasi ham bormi? G'allasi ham bor, paxtasi ham bor. Paxta pulan qilib bergan. Ha, yaxshi. Mollaringiz och qolmayaptimi? Mol boshqa emas. Buncha yemishman. Endi bu To'lqin aka familiyasinimi? Otasiz o'g'li, kimni deydi bilmayman endi. To'lqin aka ham g'alla topshiradi, ham paxta topshiradi, ham chorvachilik firmalari ham bormi? Yo'q, firmasi ham bor. Tushunarli. Qo'ylar ko'rinmaydi-ku bu yerda, qo'ylar qayerda? Qo'ylar to'baga girdi. Bor qanday girdi? Yaxshi. Joyda chuqurman, jo'g'inchiga. Joyda chuqurman. Endi cho'pon ota bu yerlar lalmi yerlarmi, suvli yerlarmi? Suvli yerda endi, suvli suv ichadi. Suvli yermi? Nasib qilgan bunga qarab. Endi men munozob bastım. Nima bu qasib bermoqda. To'yda ketgan-ku. Endi boshqatdan chorvachilik To'lqin aka firmasini ularmi? Ikkita uy bor ekan. Ana vagan bor, namal topdi. Shunaqa.